Hozir nano shampun sepdim. Bu ikkinchi fazadagi shampun hisoblanadi. Qora mashinalarda bliskisini oshirib beradi va vosk effektini beradi. Bu shampunni yuvganingizdan keyin vosk sepishingiz shart bo'lmaydi. Sizlarga Promoy apparatlari haqida tanishtirmoqchiman. Nima uchun Promoy apparatlarni tanlashingiz kerak bo'ladi? Sifatli korpus nerjinkadan bo'ladi. Usti qalin oyna bo'ladi. Ko'pchilikka o'xshab akrelga tushirilmagan. Dizaynlar orqa tomondan tushirilgan bo'ladi. O'chib ketmaydi. Bundan tashqari avtomatik pauza. Bilasizlar, hozir klientlarimiz faqat mana shundan olyapti. Sababi foydalanuvchiga ham, qo'ygan biznes egasiga ham juda ham foydali funksiya hisoblanadi. Ko'pchilik ma'lumot bilmasdan buni yomonlab tashlayapti. Biz ishxonaga kelsa chiroyli qilib tushuntirib ma'lumot beramiz. Logotip qo'yib berish xizmatlarimiz mavjud. Undan tashqari NFC kartalarimiz Asstatga yoki VIP karta qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bilasizlar, Click to'lov tizimlarini O'zbekiston bo'yicha biz joriy qilib berganmiz. Biz apparaturalarimizda o'zini platasiga qo'shib yuborilgan. Eng muhim joylari, bundan tashqari Vizif knopkamiz bor. Vizif knopkamiz qanaqa ishlashini ko'pchilik bilmaydi ekan. Ichkariga o'sha administrator nomer qo'yib qo'yiladi. Bosgan 5 sekund bosgan paytda kerakli odam nomeri chiqadi va telefoniga SMS yuborib qo'yadi. Aytgancha, bizda yana bitta zo'r funksiya bor, analitika xizmati bor. Analitikani ko'pchilik nimaligini bilmas ekan. O'sha mo'ykangizda tushyapti turgan kunlik summani, qancha tushyapti, qaysi boksingizga qancha summa tushdi, qaysi boksingiz qachon o'chib qolgan, hammasini ko'rib turish imkoniyatini beradi. Bu biznesingizni rivojlanishiga va qaysi tomonga qarab plyusga, minusga ham ketyapti turgan ko'rib turish imkoniyatingizni beradi. Qisqa qilib aytganda, ko'z quloqingiz bo'ladi. Kimga shunaqa apparaturada kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi.